Islom Karimov nomidagi Toshkent davlat texnika universitetida O'zbekiston ekologik partiyasi hamkorligida Butunjahon ekologik bilimlar kuni munosabati bilan rasmlar tanlovi o'tkazildi. O'tkazilgan tadbir Toshkent shahridagi 25 dan ortiq oliy ta'lim muassasalaridan jami 120 dan ortiq talaba yoshlarni bir maqsad yo'lida birlashtirdi. Yosh ijodkorlar o'z asarlarida tabiat go'zalligini, inson va atrof muhit o'rtasidagi uyg'unlikni, ona tabiatga ehtiyotkorona munosabatda bo'lish g'oyalarini aks ettirdi. Tadbirning ahamiyati yoshlarda ona tabiatga bo'lgan munosabat, o'zlarini ona tabiatga bo'lgan munosabatini rasm ko'rinishida ifoda etish. Tadbir tanlov shaklida o'tkazilyapti va yoshlarimizni eng sara g'oyalarini tanlab olish va o'sha yoshlar o'rtasida targ'ib qilishga qaratilgan va albatta o'ylaymizki, bugungi tanlovda ishtirok etayotgan barcha tanlov ishtirokchilari bular g'oliblar hisoblanadi. Sababi bular ona tabiatga o'z mehrini ko'rsatyapti, ona tabiatga bo'lgan muhabbatini ko'rsatib beryapti va O'zbekiston ekologik partiyasi tomonidan mana shu tadbirlar tizimli ravishda davom ettiriladi. Tanlovda ijodiy ishlar 4 yo'nalish bo'yicha baholandi. Har bir yo'nalish bo'yicha 1-chi, 2-chi va 3-chi o'rin g'oliblari aniqlanib, ular O'zbekiston ekologik partiyasi tomonidan diplom hamda esdalik sovg'alari bilan taqdirlandi. Bu tanlovga biz tayyorgarlikni bir haftalar oldin boshlagandik. Bu tanlovga bitta tayyor ish va bitta endi tugallanishi kerak bo'lgan ish bilan keldik. Rasm chizishni yaxshi ko'raman, shu bilan shug'ullanaman. Bu tanlov 4 bosqichda o'tkazilyapti va men bitta atrof muhitni tozalash bosqichi shu yo'nalish bo'yicha qatnashyapman. Rasmlar tanlovi yoshlarning ekologik tafakkurini rivojlantirish, ijod orqali atrof muhitni asrash g'oyalarini keng yoyish va jamiyatda ekologik mas'uliyatni oshirish yo'lida muhim qadam bo'ldi.